Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilayotgan Erkin Asiya radiosining tor televiziyasi. Men Gulchehra. Navbatda mushu bir hafta jarayonida radiomizda anlatilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchiman. Diqqatinglar xabarlarimizda bo'lsin. Yaqında Xotandagi mashhur uy mulk savdogari Akbar Imin va uning qarindoshlari, sheriklari hamda ishchi xizmatchilari bo'lib, 30 necha kishining tutqunda ekanligi haqida uchur tarqalgan edi. Radiomiz muxbirining ahvol aniqlashi davomida bu ahvolning rost ekanligi dalillandi. Akbar Iminning qamoqqa ilinishiga u barpo qilgan O'ltiraq rayonining modilda masjid va boshqa ommaviy aslahalarning Uyg'ur binokorligi uslubida loyihalanganligi sabab bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Akbar Imin Xotanda necha million so'mlik mablag'ga ega uy mulk shirkatlarini mangdirayotgan kishi bo'lib, ahvoldan xabardor kishilar uning navbatdagi siyosiy bostirishda qo'sh qurbonlik qilib etilganligini olg'a surmoqda. Yaqında Xotanning Lopnaya Sampolyesining boshlig'i Abdukim Mattursunning buningdan 5 yil ilgari qonunsiz diniy kitoblarni saqlash qilmishiga ko'z yumgan degan jinoyat bilan 7 yillik qamoqqa hukm qilinganligi oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, 2012-yili Abdukim Tursun bir qitimliq uy besib kirib kitob tekshirish faoliyatida bayqalgan haj qilish qo'llanmasini diniy asabiylik targ'ib qilingan kitob emas deb musodara qilmagan ekan. 2015-yilga kelganda u mushu sababdan qo'lga ilingan. Aloqador aniqlashlar davomida Abdukim Yasin va Mehmet Aziz Matto'xtining yillardan buyon ilg'or xizmatchi va Munavvar Kompartiya a'zosi bo'lib bog'langan xizmat tariximi ularni qamoqqa hukm qilinishdan to'sib qolmagan. Angliya parlamenti yuqori palatasining 20 yanvar o'tkazilgan yig'inida Uyg'urlarning vaziyati, Xitoyning ularga tutayotgan muomalasi o'tirib qo'yilib, Angliyaning buningga qanday inkas bildirishi kerakligi munozara qilindi. Munozarada Angliya parlamentidagi ministerlardan Lord Tariq Ahad, Baruna Varsi qatorliq musulmonlar avlodidan bo'lgan yuqori darajalik amaldorlar Xitoyning Uyg'urlarni bostirish qilmishiga qarata Magnitskiy qonunini chiqarish lozim degan mazmun fikir bayon qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Davlat Majlisi Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini dastlabki qadamda ma'qullagandan keyin bu dunyoning har qaysi joylarida hukumatlarga Uyg'urlar masalasida haqqoniyatni qo'llashga zo'r darajada turtki bo'lmoqda ekan. Xitoyning Wuhan shahridan tarqalayotgan tojisimon virus navbatda Xitoy tavasida ko'plab tarqalgandan boshqa Asiya va Amerika qit'alariga tarqalib, yangidan bir dunyoviy vahima qo'zg'ashga boshladi. Wuhan virusi, ya'ni tojisimon virus hayvondan odamga, ondan odamlar aro uchrashishdan boshqalarga tarqaladigan bo'lib, navbatda bu kasallikdan yuqumlanib o'lganlarning soni allaqachon 26 dan oshgan. Bir qism davlatlar, jumladan Amerika, Yaponiya qatorliq davlatlar Xitoydan kelgan sayohatchilarni ayrim tekshirishdan o'tkazishni boshlab etgan. Növətdə bu virusning Uyg'ur diyoriga tarqalganligi ma'lum. Bu bemorlar Wuhan shahridan kelgan 2 nafar Xitoy bo'lib, ular hozir maxsus doktorxonada tekshirilmoqda ekan. Yaqında muajiratdagi Uyg'urlardan Munavvar Abdulhamid guvohlik berib, yo'ldoshi Po'lat Ibrohimning Qarmaydagi lagerdan davolanishga qo'yib berilgan bo'lsa-mu, 10 kun o'tganda vafot bo'lganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Munavvar xonim farzandlarini o'qitish uchun 2015-yili Turkiyaga kelgan. Ammo Qarmayda qolgan yo'ldoshi Po'lat Ibrohimni soqchilar diniy asabiylik bahonasida tutqun qilgan. Lagerga qamalgandan keyin ko'plagan qiyin qistoqlarga uchirgan Po'lat Ibrohim 2017-yilning 5-ida davolanishga chiqarilgan hamda doktorxonada jon uzgan. Munavvar Abdulhamid Turkiyaga yerlashgandan keyin gerçi hech qanday siyosiy faoliyatlarga qatnashmagan bo'lsa-mu, ammo Xitoy doiralari uning aka-inilari va singlisi bo'lib 5 kishini lagerga qamagan ekan. Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirish harakati ko'plab ma'lum bo'lishi bilan dunyoning har qaysi joylaridagi adolatparvar kishilar Uyg'urlar uchun ko'krak kerib o'tirg'i tushishga boshladi. Hamda dunyoni Uyg'urlarga yordam berishga chaqirdi. O'tgan hafta Germaniyaning Hamburg va Berlin shaharlaridagi turklar, arablar va germanlar Uyg'urlar bilan birlikda zo'r ko'lamli namoyish tashkillab,
Xitoy hökumətinin Uyğurlarga selivatqan zulmlarga bolğan güclük nəfrətini ifadəledi. Şundaqla Türkiye'nin İzmir və Qəhrəmanmaraş şəhərlərindəki 3000 kişilik zor namayışda Türklər həm də Uyğurlar Xitaylarga qarşı şüarlarını to'lg'an bo'lsa, Angliyaning London shahridagi Xitoy elchixonasi oldida zo'r ko'lamlik namoyishlar o'tkazilgan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi tor televiziyasining haftalik muhim xabarlar sahifasini ko'rdinglar. Diqqat berganinglarga rahmat. Kelar hafta ko'rishaylik.